Hammaga salom. O'zi kecha video oldik. Bugungi videoda ko'rgan bo'lsanglar, 1.1 versiyali 1.17-versiyaga o'tdim, to'g'ri, lekin bugungi videoda Minecraftda ham har xil qishloq topish usullarini o'rgataman sizlarga, bolalar. Sizlarga bir 5-6 ta o'rgatarman. Qishloq topish usullarini o'rgataman-da, bolalar, короче. Unda qaranglar. Nima qilasizlar? Qaranglar. Advanket degan joyga nima yozasizlar? Qarab turinglar. Yo, mana qaranglar. Qaranglar. Mana bu Advanket degan joyga bosasizlar shu yoqqa. Bolalar, shu yoqqa shuni bosasizlar. Keyin bu yoqqa Herosant deb yozasizlar, bolalar. Xo'sh. Invite keyin bolalar nima qilasizlar? Keyin mana bu Creative World'ni bosasizlar. Bosasizlar. Mana qishloq chiqdi. Qaranglar. Mana chiqdi qishloq. Mana qaranglar bolalar endi. Xo'p, bunda yurasizlar, qaranglar mana. Yurasizlar. Mana bunaqa qishloq bo'ladi. Herosant deb yozsanglar. Sidiga dedi. Nima? Bolalar, qaranglar mana jitlar. Mana bu kompyuterning chap tarafligi. Mana. Endi qaranglar. Mana shunaqa qishloq. Endi keyingi qishloqqa o'tsak. Bizga keyingi qishloqda, xo'sh. Mana bu seed degan joyga nima deb yozasizlar? Xo'sh. Marabel deb yozasizlar. Creative World. Mana bolalar qishlog'imiz chiqdi. Mana Marabel degan qishlog'imiz bolalar. Mana shu qishloq, mana kompyuter uyini 10 tarafligi haqiqiy uyi mana bolalar. U oltini bor ekan, ikkita temirlik kirkasi bor ekan bolalar. Xo'sh, keyin bitta narsa haqida o'tib ketaman bolalar. To'g'ri, boy va kambag'allik ikkinchi qismini nimaga chiqarmadingiz degan gaplar bo'lishi mumkin bolalar. Kanalimga podpiska bosib, like bosib qo'ying. Bilaman do'stlar, boy va kambag'allik ikkinchi qismini chiqarolmadik. 20 ta obunachilik yudim sizlar, meni 48-50 ta obunachiga qarab ketamiz bolalar. To'g'ri, chiqarishim kerak edi. Meni uzr kechirasizlar. Shu ikkinchi qismini oldik. Shu xotiramga ozgina ta'sir qildi. O'chirib yubordim bu videoni. Ukamdan so'rasam, shu boy va kambag'al, boydan so'rasam, boy bo'ldi, bitta qismdan iborat bo'lsin. Bu ham bolalar. Xo'sh, bolalar. Bugun nima qilamiz? Menimcha, do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi bolalar. Albatta, obuna